23-mart dushanba kuni 2026-yil Namangan shahar Sarjong'da Bilal Orxona yo'l bo'yicha turma Ozor Qotoma rahmat tosh markazini obzor qilib ijodda bajarib yurg'izamiz. Bo'pti. Ya assalomu alaykum. Hakammas. Ya kimsiz? Siz Paypoqam keldi. Paypoqam keldi. Qalpa uzoq o'zi menga qalpa yoqdi. Xursandman shunga. Mol yo'g'li, mol go'shtli, devzira osh. Abidov Elbek. Ben sana kuchaya ketding oxiri. Ha. Sen ham oxiri pulga keladi sher. Mirzabek Xolmedovning sahnaga chiqqanimda. Ha. Yagola bilan chiqib yuribsan. Kecha Sherbiyago. Ha. Na 3 ta sariq bola pizzada chiqqanman. Men o'zim sariqman. 5 taga. Men sariq blogerman. Mana somsalarni ham tanishtiramiz. Mana Tilla Tandir somsa. Mana da zaytun lazirosh, mol go'sht, qo'y go'sht aralashtirganchida. Ikkinchi lazir. Birinchi lazir mol go'sht, qo'y go'sht aralashtirganchida. Oralarda mana bu yillar butkul to'g'ri. Eshitaman Ahmetullo. Men aytganimni qildingiz, mana qaytdingiz, xursandman. Rahmatlar, assalomu alaykum. Qayda ko'rdingiz meni? Bog' ichida, Bobur bog'ida. Sariq bola pizzada. Ma. Sariq bola show kanalida ma. Ma sariqman, sariq blogerman. Soatdan o'sha aylandim, o'g'il. Ha. Bu neç birlik bo'ldi? Qanamas. Abi bitemizmi? Agar Mana qazilan tanish, bedana tuxumni qazil tanishtiramiz. Mana kuchni ham o'zgardi, remont yangi bo'ldi. Muzaffar assalomu alaykum. bo'pti. Bo'pti. Maaş bo'lar edi. Maaş bo'lar edi, maaş yaxshi narsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Oqtepa, Mirzabek Xolmedovdan chiqdim. Sariq bola pizzada chiqdim. Sariq blogerman, o'zim sariq show kanaldaman. Oka 170 ming bo'ldi oka. 170 ming, oparing.
Yosh bo'ldi. Qaysi bedeni tuxum tanishtiramiz. Maydalangan go'sht tanishtiramiz. Mol go'sht, qo'y go'sht aralash to'rg'amchida uni ham tanishtiramiz. Hali bo'la aka, oldingizga bitta. Men 1994-yil 10-qismat. U ham bloger Muhammad bizni mikronda chaydi. Bunday shirichli ishlarimiz dedi-ku. Ha, u Toshkent ketdi yana blogerlik qilgani. Bizni mahalladan. Mol go'sht, qo'y go'sht aralash, sariq bola pitchani ko'rdinglar. Sariq bola show kanaldaman. Men o'zim sariq blogerman. Elbek sariq bola deb chaqiringlar. Oqtepa lavash muxlisiman. Sariq bola show kanaldaman. Oqtepa lavash. Numar 1 Namanganda. Numar 1. Kechagi xo'roz chempion numar 1. Ana Sherif Yago ko'targan xo'rozi. Öyle. Eng zo'r lavash qaydi Namanganda? Oqtepa lavash. Mis burger, oka mis burger. Oqtepa ham. O'ylasizmi mis? Menga hamma joy bo'lar edi. Nesi bo'ldi? Chiqadi mashina. Mis burger. Namanganda numar 1. Hop. Reklama ketmaydi. Kecha Sherif Yago menga 100 ming berdi. Keyin Pepsi 1 litr berdi Oqtepadan. Kelbe. Ha. Ha, Yago Sherif. Yagomi? Ha. Kecha birga edim-ku. Sizga ha u menga Sherifman dedi-ku. Aysi. Endi Sherif deb chaqirlar edi. O'zi ashno dedi. Sherif boshqada. Sherif ikkitasi Sherif Yago keladi. Hozir uchun yana o'qaman. Birinchi qism kim aytdilar? Birinchi qism tugadi, ikkinchi qism bajaraman. Ikkinchi qism bo'shda kerak. Nerik telefondan kelaman. Aysa osh tutganingizni olaman ko'proq. Lavash demasa gaplashamiz bilan. Voy, Oqtepaning boshlig'i Doniyorbek Toshkentli menga qishloq tandirlar ochib berdi, ikkita ko'kcha olib berdi. Reklama qilganim uchun. Oka berganiga emas, taomiga baho bering bo'ldi, boshqa narsa. Tamaga ham bahoni berdim, qilib berganiga obzor qildim. Bo'ldi, men birinchi qism tugadi. Osim aka, so'msiz. Bag'la qoldi, bag'lan tanishtiramiz. Bu ham esimga keldi. Mana karavotlar joylar ko'p. Kelasizlar, kelaverasizlar. Mana qafas ichida yong'oqlar yashibdi. Nechta o'zsanaman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta qafasda yong'oqlar yashibdi. Nollar bor, nollarning barakasi bersin. Ishda mana. Xo'ja aka, men Mirzo aka Xolmeyevdan chiqqanman sahnada, ko'rganmisiz? Yaxshi xursandman. Sariq bola pittada borman. Men sariqman, sariq blogerman. Sariq bola show kanaldaman. Biz endi bir tugatganimizni aytamiz. Birinchi qismmi? Ijodi bajarib tugadi bo'ldi. Birinchi qism tugadi. O'chirib yana ikkinchi qismni bajaramiz. Bo'pti.